Assalomu alaykum barchaga. Demak, bugun 2025-yil 6-variant test tahlilini ko'rib o'tamiz. Xo'p, yana bir bor eslatib o'taman. Telegram kanalimizga ham a'zo bo'lib qo'ying. Bu yerda ham qolgan variant tahlillari va undan tashqari DTM darajasidagi 30 talik testlar va ularning tayyor javoblari bor. Yoki har 2 kunda bo'ladigan shu 30 talik DTM testlarini ishlab o'zingizni bilimizni sinab ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari bir qancha masala mavzulari va ularga doir testlar ham masalalar berilgan, ularning tahlili ham kanalda mavjud hisoblanadi. Yana o'zini qiziqtirgan masala mavzulari bo'ladigan bo'lsa, yozib qoldiradigan bo'lsangiz chatda, ushbu mavzular ham tushuntirib beriladi. Xo'p, 6-variant, birinchi savol boshlaymiz. Gomeoterm, ya'ni issiq qonli organizmlarni aniqlang. Demak, gomeoterm bu issiq qonli, zog'ora baliq demak sovuq qonli bo'ladi. Qoramol issiq qonli, oq laylak qush issiq qonli, qurbaqa suvda o'rdashuvchi sovuq qonli bo'ladi. Ildam kaltakesak sudralib yuruvchi sovuq qonli bo'ladi. Askania rambulesi qo'y zoti bu issiq qonli bo'ladi. Demak, B, S bo'lar ekan, G. Javob V ekan. Xo'p, ikkinchi savol. X xromosomaga birikkan resessiv genning irsilanishiga quyidagilardan misol bo'ladi. Resessiv bo'lsin, X ga biriksin deyilyapti. Demak, ikkinchi kurak tishning yo'qligi. Xo'p, bu bo'lmaydi. Bu dominant deb berilgan. Namoz-shomko'rlik bo'ladi. Xo'p, keyingisi tish emalni qo'ng'ir bo'lishi yo'q, bo'lmaydi bu. Daltonizm X ga birikkan, to'g'ri. Qandsiz diabet u dominant va gemofiliya bo'ladi. Demak, javob D bo'lar ekan. Uchinchi savol. Quyidagi jadvalda to'g'ri juftlangan javobni toping. O'simliklar, o'q ildiz, popuk ildiz. Demak, berilmoqda endi birda. Xo'p, bizga to'g'risi kerak ekan. Saksovul. Demak, popuk ildiz deb berilmoqda. Saksovul popuk ildiz emas, sho'rada ushlab bo'lsa, o'q ildiz bo'lishi kerak. Bir xato ekan. Demak, A javob ketadi. Xo'p, ikkinchisi. Xo'p, loviya o'q ildiz bu to'g'ri. 2 to'g'ri. Piyoz o'q ildiz deyilgan, piyoz o'q ildiz emas, popuk ildiz bo'ladi. Demak, 3 xato. Xo'p, 4 oq jo'xori popuk ildiz to'g'ri. 2 4 demak javob C ekan. Bug'doyni o'q ildiz deyapti, popuk ildiz bo'lishi kerak. 4-savol. Quyida berilgan jadvalga asoslanib X, Y va Z ifodalariga mos organizmlarni aniqlang. Organizm nomi, nafas olish tizimi, jinsiy sistema. Xo'p, demak, X da midiya kelmoqda. X da midiya qo'yadigan bo'lsak, midiya bu 2 pallali mollyuska. Xo'p, jabra bo'ladi. Demak, jabra X uchun to'g'ri. Xo'p, ayrim jinslar, 2 pallali ayrim jinslar to'g'ri bo'ladi. Xo'p, Y da yashil bronza qo'ng'izi, traxeya to'g'ri, ayrim jinslar to'g'ri. Z suv shillig'i, qorniyog'li mollyuska. Xo'p, o'pka bilan nafas oladi, germafrodit. Demak, javob A ekan. 5-savol. Membranasiz organoidni aniqlang. Demak, bu sentriola. Xo'p, lizosoma, endoplazmik Golgida bir qavat membrana. Xo'p, keyingisi 6-savol. Odam kalla skeletidagi tog' suyaklar berilgan joyni aniqlang. Xo'p, yuqori jag' bo'lmaydi, 2 ta bo'ladi va u yuz suyagiga kiradi. Xo'p, pastki jag' bu ham yuz suyagiga kiradi. Xo'p, keyingisi tepa va chakka. Ular 2 tadan bo'ladi. Peshana, ensa bular bittadan bo'ladi va kalla skeleti. Javob D. 7-savol. Aneuploidiya hodisasi xromosoma soni ortishi yoki kamayishi bilan bog'liq jarayon bo'lib, unga xos terminlarni mos ravishda juftlang. Demak, nullisomik, trisomik, tetrasomik, monosomik. Demak, bittaga kam bo'lsa monosomik, bittaga ko'p bo'lsa trisomik, bir juft ko'p bo'lsa tetrasomik, bir juft kam bo'lsa nullisomik. Xo'p, birda nullisomikda demak bir juft kam bo'lishi kerak. Bir juft kam bo'lsa birga C bo'lishi kerak.
1 ga C demak V ijobga to'g'ri kelmoqda. 2 ga B trisomik bitta ortiqcha to'g'ri. 3 ga D demak 3 ga D bir juft ortiqcha tetrasomik to'g'ri. 4 monosomik bitta kam to'g'ri. Demak javob V bo'lar ekan. Xo'p, 8-savol. Diafragma mavjud bo'lgan va bo'lmagan yirtqich konsumentlarni belgilang. Xo'p, demak yirtqich bo'lsin, konsument bo'lsin. Tasqara, kobra, norka, qo'ng'irayoq, burgut, ukki, qunduz, kakku. Xo'p, diafragma mavjud bo'ladigan bu sut emizuvchi. Xo'p, mavjud bo'lmagan bu yerda yana ham qushlar berilgan, yana ham ilon berilgan ekan. Xo'p, demak diafragma mavjud bo'lgan sut emizuvchi topishimiz kerak. Xo'p, demak 3 bo'ladi. Qo'ng'irayoq bo'ladi. Xo'p, keyingisi qunduz bo'ladi. A ga 3, 4, 7. 3, 4, 7 ni olsak bo'lar ekan. Demak 3, 4, 7. Qolganlar bo'lmaydi. Demak V javobda 2 kelgan kobra bo'lmaydi. Xo'p, 1 kelgan bunisida. Xo'p, 8 kelgan kakku. Demak keyingisini tekshiramiz. 1, 5, 6 tasqara, burgut, ukki, demak qushlar, yirtqich. Xo'sh, demak 8-savol A javobga to'g'ri kelar ekan. 9-savol. Quyidagi o'simliklarga xos ma'lumotlar to'g'ri juftlangan javobni belgilang. Demak, oddiy tubkul hosil qiladi. Poyasi yog'ochlashmagan, 1 yillik o'simlik, bargi murakkab, asosiy rivojlangan, quruq mevaga ega. 5 yaproqli Partenopsis karam va yantoq berilmoqda. Demak, A javobda A ga 6. Xo'p, 5 yaproqli Partenopsis quruq mevaga ega. Partenopsis demak tok toshlarga kiradi. Unda quruq meva emas, ho'l meva bo'lishi kerak. Xo'p, keyingisi V javobga o'tsak, A ga 4. Bargi murakkab. Demak, o'z nomidan ham ma'lum 5 yaproqli deyapti. Demak 5 ta yaprog'i bor. 5 ta yaprog'i bo'lsa, demak u murakkab barg. A ga 4 to'g'ri ekan. B ga 1. Karam. Oddiy tubkul hosil qiladi. Karamda oddiy tubkul to'g'ri. Xo'p, C'si 5 yantoq. Asosiy rivojlangan to'g'ri. Demak javob V ekan. Xo'p, C javobda A ga 1 kelmoqda. 5 yaproqli Partenopsis oddiy tubkul yo'q. Murakkab shingil bo'ladi, xato bo'ladi. Xo'sh, A ga 2 poyasi yog'ochlashmagan, bu ham xato bo'ladi. 10-savol. Ochiq urug'lilar bo'limi bir pallalar sinfi va ikki pallalar sinfiga mansub o'simliklarni aniqlang. Ochiqlar bo'limiga A javobda sekvoya dendron to'g'ri. Bir pallalar sinfiga donashor. Yo'q, donashor bu ikki pallalarga kiradi, sho'radoshlarga. V javob ochiqlarga nargis xato. C javob ochiqlarga kordayt to'g'ri. Hop, bir pallalar nargis to'g'ri. Loladoshlarga. Keyin ikki pallalar ham hastak to'g'ri. Demak javob C. Hop, D javobni xatoligi ochiqlarga oddiy qarag'ay to'g'ri. G'umay bir pallali to'g'ri. Ikki pallali tog'arpa berilgan, tog'arpa ham bir pallali bo'ladi. 11-savol. Qoziq tishlari bo'lmaydigan sut emizuvchilar keltirilgan javobni belgilang. Demak, qoziq tishi bo'lmaydigan bu kemiruvchilar: kalamush, tiyin, nutria, ondatra. Javob A. Xo'p, qolgan javoblarda yirtqichlar bor, masalan, norka bor, qunduz bor, tengisda ham qunduz. 12-savol. Ozuqa zanjirida o'simlik biomassasi 6500 kg. Bitta lochin biomassasi 6,5 kg ga ortgan. Lochin nechanchi tartib konsument hisoblanadi? Demak, o'simlik 65.000 ekan. 65.000 kg bo'lsa, demak, birinchi tartibli konsument
6500 bo'ladi. Ikkinchi tartibli konsument 650 bo'ladi. Uchinchi tartibli konsument 65 bo'ladi. To'rtinchi tartibli konsument 6,5 bo'ladi. Demak, bizda lochin massasi 6,5 deyildi. Uning konsumentdagi tartibi, demak, 4-chi. Javob D. 13-savol. Quyidagi tepkil turlari keltirilgan qatorlardan qaysi birlari uchun o'ziga mos bo'lgan o'simliklar joylashtirilgan? Xo'p. Tepkil nomi berilgan, o'simlik nomi. Demak, kallakcha sebargada bizda mos bo'lgan, demak, to'g'risini topishimiz kerak. Tepkil nomi kallakcha sebargada to'g'ri. Oddiy boshoq bug'doyoqda xato, bug'doyoqda murakkab boshoq. Murakkab soyabon bodiyon to'g'ri. So'ta makajixorning changchilik yo'li xato. Makajixorning changchilisi bu murakkab shingil bo'ladi. Urug'chilisi so'ta bo'lishi kerak. Kuchala oqqayinda to'g'ri. Demak, 1/5 to'g'ri bo'ldi. Javob A ekan. Xo'p, 14-savol. Quyidagi organizmlarni produsent konsumentlarga ajrating. Demak, birinchisi Sigillaria bu o'simlik. Sikas. Sikas haqida ikki xil ma'lumot keladi. Ba'zi bir ustozlar buni qush deydi, ba'zi birlari o'simlik, lekin bu aslida o'simlik bo'lishi kerak. Nimagadir qush sifatida, ya'ni o'sha rasmdan olingan o'zi bu ma'lumotlar. O'sha rasmda qush kelib qolganligi uchunmi balkim qush deb ketilgan. O'simlik bo'lishi kerak, lekin bu yerda menimcha hayvonga olingandir, ya'ni konsumentga. Xo'p, qolganlari bo'yicha ko'ramiz. Kaklik, demak, hayvon, ya'ni konsument. Fillafora o'simlik produsent, tamaki produsent, tuxmak produsent. Kalina, demak, butta bo'ladi produsent. Tulen konsument bo'ladi, virok esa bu ham konsument bo'ladi. Demak, biz olishimiz kerak 1, 2, agar sikas o'simlik olingan bo'lsa 2 ni ham olishimiz kerak. Xo'p, 2 ni qo'yib turamiz. 1, 4, 6, 7. 1, 4, 6, 5 ham 1, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. Lekin 1 bu tomonga o'tib qolgan. Bunda 7 bu tomonga, 5 bu tomonga. Demak, faqat A da qolmoqda. 1, 4, 5, 6. 1, 4, 5, 6 ni oladigan bo'lsak, to'g'ri. Demak, bunda produsent. Keyingisida 2, 3, 8, 9. Demak, sikasni bu yerda konsument sifatida olingan. Lekin bu aniq 100% ma'lumot emas. Xo'p, nisbatan to'g'ri javob A. Xo'p, gullari to'g'ri, asosiy diz rivojlangan, chatnaydigan meva saqlovchi o'simliklarni belgilang. Demak, gulli to'g'ri bo'lsin. Asosiy ildiz, ya'ni o'q ildiz bo'lsin, chatnaydigan meva saqlasin. Oddiy jag'jag, g'o'za, karam. Demak, jag'jag'da qo'zoqcha meva bo'ladi, asosiy ildiz rivojlangan, gullari to'g'ri, chatnaydi. G'o'zada ko'sak meva, gul xayrdoshlar, demak, o'q ildiz. Karam, demak, karamdoshlar, bularda ham gullari to'g'ri, asosiy ildiz rivojlangan, chatnaydi. Javob A ekan. Xo'p, V javobda arpa bor ekan, bu popuk ildiz bo'ladi. C javobda qizillola bor. Xo'sh, keyingisi D javobda gullari qiyshiq bo'ladi barchasida. 16-savol. Kuydirgi kasalligining qo'zg'atuvchisiga xos bo'lgan xususiyatlarni aniqlang. Demak, kuydirgi kasalligining qo'zg'atuvchisi bu bakteriyali kasallik. Xo'sh, kuydirgi evkaroid emas, demak, bir chiqib ketadi. 2 prokaroid organizm, to'g'ri, 2 ni olamiz. Lizosomaga ega. Yo'q, lizosoma deyilmagan. Mitoz usulda ko'payadi. Demak, mitoz bo'lmaydi ularda. Xo'p, ketsa 5 mitoxondriyaga ega deyapti. Mitoxondriya ega emas. Heterotrof to'g'ri. Javob D. Keyingi savol 17. Noto'g'ri fikrlar berilgan javobni aniqlang. Bakteriya hujayrasining bakteriofag tomonidan nobud qilinishini transformatsiya deyiladi. Xo'sh, bakteriya hujayrasining bakteriofag tomonidan nobud qilinishi bu transduksiyaga misol sifatida berilgan, ya'ni lizis jarayoni.
Demak, bir noto'g'ri ekan, olamiz. 2 quyon zigotasiga o'sgan hormoni geni kiritib transgen qilib olingan. Bu to'g'ri, 2 ni olmaymiz. Demak, 2 ketadi. A bilan D ketadi. 3-savol transpozaza. 3-ma'lumot, uzr. Transpozaza zaharli toksin parchalovchi ferment sintezlovchi genetik tuzilma. Yo'q, u plazmidda bo'ladi u. Transpozaza bu ferment hisoblanadi, bunda emas. Demak, 3 ham xato ekan, buni olamiz. Javob V bo'ladi. 4. Ligaza, restriktaza, transpoza oqsil tabiatga ega fermentlardir. Bu to'g'ri bo'ladi, buni ola olmaymiz. Demak, javob V 17-savolga. 18. Quyida tasvirlangan guldagi qaysi ifodalar A, B, C, D, E, F gulning organlar nomiga mos kelmaydi? Mos kelmaydi desa so'ralgan ekan. Demak, A javobda Y'si glukosacha. Demak, bu mos keladi. Bizga mos kelmaydigani kerak. G'si tuguncha. Bu ham to'g'ri ekan, javob A bo'lmaydi. B'si changdon. To'g'ri. C'cha changchi ipi. Demak, changchi ipidan kelganga o'xshaydi. Bu ham to'g'ri ekan. Xo'p, keyingisi A'si ustuncha. Ustuncha emas, tumshuqcha bo'ladi. Shuni olsak bo'ladi. D'si glukosacha. Glukosa emas, glutoj bo'ladi bu. Ya'ni ana shular mos kelmas ekan, javob C. Xo'p, G'da tumshuqcha deyilgan, D javobda yo'q, tuguncha bo'lishi kerak, mos emas. B'si changdon. Bunisi mos kelar ekan. Demak, javob C. Xo'p, 19-savol. Gavialning spermatida hujayrasida 40 ta xromosoma bo'lsa, urg'ovchi gavialning ikkinchi tartib ovotsit hujayrasidagi xromosomalar holatini aniqlang. Demak, gavialning spermatida hujayrasida 40 ta. 40 ta bo'ladigan bo'lsa, demak, n to'plami 40 bo'lar ekan. 2n teng 80. Urg'ovchi gavialning ikkinchi tartib ovotsit hujayrasidagi xromosomalar holati. Demak, bir narsaga e'tibor beramiz. Gavial deyilmoqda. Bu sudralib yuruvchi, sudralib yuruvchilarda jinslar teskarisi, ya'ni X, Y urg'ovchi bo'ladi. Endi spermatida bo'ladigan bo'lsa, bunda n to'plami, ya'ni spermatida n to'plamiga ega 40 bo'ladi. 2n bo'ladigan bo'lsa 80. Xo'p, bizda aytilyaptiki, ikkinchi tartib ovotsit. Ikkinchi tartib ovotsitda ham to'plam n2s bo'ladi. n2s bo'ladigan bo'lsa, bizda hujayrada xromosoma holati, ya'ni n to'plam kerak ekan, ya'ni qo'yish 40 bo'ladigani kerak ekan. 40 bo'ladigan bo'lsa, bu yerda 78 juft, 40 juft. Xo'sh. Boshqa javoblar to'g'ri kelmas ekan, lekin ana buni o'zgartirsak bo'ladi. 39 ta desak bo'ladi. 39 ta avtosomi faqat jinsi X yoki jinsi Y, chunki urg'ovchisi X, Y bo'ladi. Shulardan bittasi keladi, shunda to'g'ri bo'ladi. Shunda 40 bo'ladi. Demak, javob C ga to'g'ri kelar ekan. 39 juft emas, 39 ta qilib qo'yamiz, shunda to'g'ri keladi. Xo'p, keyingisi, necha edi? 19. 20-savol. Qirg'ovullarning Yettisoy, Murg'ov, yapon kabi kenja turlarining paydo bo'lishi. Tur doirasida yangi populyatsiyalarning paydo bo'lishi qanday jarayonni aks ettiradi? Demak, divergensiya emas, konvergensiya bo'lmaydi. V javobda mikroevolyutsiya. Demak, qirg'ovulning tur ichida bo'ladigan jarayon mikroevolyutsiya bo'ladi. Xo'sh, B-chasida ham tur doirasidagi populyatsiyalar paydo bo'lishi, u ham mikroevolyutsiya. Javob V. Xo'p, C javobda makroevolyutsiya kelgan B-chasida u turdan yuqori sistematik birlik paydo bo'lishi kerak. D javobda ham makroevolyutsiya kelgan. Demak, 21-savol. X va Y disag'atlarning sintezi quyidagi sxema tarzida ko'rsatilgan. Xo'p, X va Y. Xo'p, ana endi X hosil bo'lishida, demak, bir ya'ni ikkita monosaxarid, bunisida esa xo'p, endi boshqacha monosaxaridmi yoki ikkita monosaxarid deb berilgan.
Xullas, ikkalasi ham D-sahar tuzilishga ega bo'lmoqda. Xo'p, x va y quyidagi gaplardan qaysi biri to'g'ri emas ekan? To'g'ri emas ekan. X va y tuzilishda glikozid bog' mavjud. Demak, disaxarid hosil bo'lgandan keyin glikozid bog' bo'ladi. Bu to'g'ri bo'lib qoladi. X va y demak, gidrolizlanmagan holda hujayra membranasidan o'ta olmaydi. Xo'p, bu xato bo'ladi. X va y suvsizlanishi sintez natijasida hosil bo'ladi. X va y suvsizlanish, ya'ni suv yo'qotilmoqda. Bu ham to'g'ri bo'lib qoladi. Xo'sh, 1 va 2 monosaxariddir. Demak, bu ham to'g'ri. Demak, bizda X va Y gidrolizlanmagan holda hujayra membranasiddan o'ta olmaydi degan shunisi xato bo'lmoqda. Javob B. 22-savol. DNK molekulasining 153 nanometr uzunlikdagi qismida deletsiyadan so'ng 12 juft nukleot yo'qoldi. Mutatsiyadan keyin hosil bo'lgan DNKdan sintezlangan hosillardagi peptid bog'lar sonini aniqlang. Xo'p, yozib olamiz buni. Demak, yozib oldik mana. Uzunlik 153 nanometr deyilgan. Demak, 153 ni 0.4 ga bo'lsak, 450 ta DNKni bitta zanjirda. Ikkita zanjirda 900 ta nukleot bo'ladi DNKda. 12 jufti mutatsiyadan keyin yo'qolgan. Demak, 12 jufti 24 ta bo'ladi. Agar tashlasak 876. Xo'p, ana endi 876 ta DNKda nukleot bo'ladigan bo'lsa, uni 6 ga bo'lsak, aminosdan soni kelib chiqadi 146. Aminoslikdan 1 ni ayirsak, peptid bog'lar 145 ta. Demak, javob 145. Chunki peptid bog'lar so'ralgan. 22-savolimizga javob V ekan. 23-savol. Jinsiy ko'payish qaysi erada paydo bo'lgan? Demak, jinsiy ko'payish bu arxiyda paydo bo'lgan hisoblanadi. Javob A. Ozig'ini qayta yaxshi chaynaydigan hayvonlarni toping. Ya'ni kafsh qaytaruvchi juft yoqlilarni topishimiz kerak. 24-savolda. Xo'p, demak, arxar bo'ladi. Begemot bo'lmaydi. Chuqulon bo'lmaydi. Demak, D qolmoqda. Tekshiramiz. Zubr bo'ladi. Jayron bo'ladi. Sayg'oq bo'ladi. Va g'izor bo'ladi. Qo'yni ham olishimiz mumkin. Javob D ekan. 25-savol. Adenin plus timin minus guanin plus sitazin teng 50 ga. Umumiy vodorod bog'lar soni 425 bo'lsa, ushbu DNKdagi vodorod bog'lari nechtasi guanin sitazin orasida joylashgan? Demak, yozib olamiz buni ham. Demak, mana yozib oldik. Adenin plus timin minus guanin plus bu. Sitazin teng 50 ga. Hop, vodorod bog'lar 425 deb berilgan. Demak, adeninni X, guaninni Y deb olsak, adenin timin 2X, guanin sitazin 2Y. Minus demak 50 ga teng bo'lmoqda. Adenin timin o'rtasida 2 ta vodorod bog', guanin sitazin o'rtasida 3 ta vodorod bog'. Teng jami vodorod bog'lar 425 ta. Xo'p, demak, bu yerda Y ni topadigan bo'lsak, 75 bo'ladi, X'imiz 100 bo'ladi. Bizga savolda so'ralganki, guanin sitazin orasidagi vodorod bog'lar nechtasi? Demak, guanin sitazin bu Y deb olganda 75 ko'paygan 3 qiladigan bo'lsak, chunki guanin sitazin o'rtasida 3 ta vodorod bog' bor. Teng 225 bo'ladi. Demak, javob 225. Javobda bo'lar ekan bu. 26-savol. Noto'g'ri fikr keltirilgan qatorni aniqlang. Adaptiv tiplar irqlarga bog'liq. Yo'q, irqlarga bog'liq emas. Shuni o'zi xato ekan. Demak, qolgan 3 ta fikrlar to'g'ri. 27-savol. Quyidagi ma'lumotlardan nechtasi noto'g'ri deyilmoqda? Xo'p, demak, nechtaligi so'ralgan. Svarak ninachi toshko'mir davrida rivojlangan. Demak, bizga noto'g'risi kerak, bu to'g'ri ekan. Ikkinchisi asidiya voyaga yetganda koloniya hosil qiladi, bu ham to'g'ri. Sholi murakkab boshoq to'pgulli, murakkab boshoq emas, murakkab shingil bo'lishi kerak. Demak, mana shu 3 xato ekan. 4 falanga va ayrim kanallar traxeya orqali nafas oladi, bu to'g'ri. Yomg'ir chuvalchangi gidrostat skeletga ega, bu ham to'g'ri. Demak, bitta fikr xato. Javob A. 28. Yevropa sichqonlarining junnoq bo'lishi va qizil ko'zlilik qora junli va oq ko'zlilik ustidan jala dominant qiladi. Agar ola junli och qizg'ish
ko'zi sichqonlari o'zaro deganda 16 ta sichqon dunyoga keldi. Shu avloddagi oq junli va ko'zi oq bo'lgan sichqonlar avlodning necha foizini tashkil etadi? Xo'p, demak, bu yerda chala dominantlik bor ekan. Ola junli va ochiqqizish ko'zli sichqonlar chatishtirilgan. Demak, genotiplarni yozib oladigan bo'lsak, junning oq bo'lishligi katta, qora bo'lishligi kichika. Ola bo'lishligi kichiga. Ko'zini demak qizil bo'lishligi katta B, oq bo'lishligi kichik B. Och qizil bo'lishi katta B, kichik B. Demak, ola junli, ya'ni katta kichiga, och qizg'ish katta B, kichik B'lar chatishtirilgan. Demak, 16 talik jadval bo'ladi. Shu avloddagi oq junli so'ralmoqda. Katta. Hop. Oq junli, ko'zi oq bo'lgan sichqonlar. Kichik B'lar. Avlod necha foiz? Demak, bundan bitta chiqadi. Hop. Endi 16 100% deydigan bo'lsak, bittasi qancha? Bu 6,25% bo'ladi. Javob A. Demak, mana buni chatishtiramiz. 16 ta jadval. Shunda bizda so'ralgan organizm mana bu. Va bu bitta bo'ladi. Bu 6,25% ga to'g'ri keladi. 29-savol. Poliribosomlar ishtirokida sintezlanadigan tuzilmalarni ajrating. Demak, ribosomlar osil sintezda ishtirok etadi. Hop. Nukleoprotein, demak, bundan protein bo'ladi. Lekin nuklein kislota poliribosomlar ishtirokida emas. Mum bu yog' bo'ladi, demak 2 bo'lmas ekan. Hop, estrogen bu ham yog' tabiatga ega. Insulin oqsil bo'ladi. RSS 101, demak bu plazmid bo'lmaydi. BAMH1 restriktaz, ya'ni ferment bo'ladi. Demak 5 ketdi. Fosfolipid bu bo'lmaydi. Fosfat bilan lipid chunki. Xo'sh, gemoglobin oqsil bo'ladi. To'rtlamchi strukturaga misol. Demak 9 A vitamini. A, D, E vitaminlar ular yog' tabiatga ega bo'ladi. Poliribosom esa oqsil sintezlaydi dedik. 9 ham bo'lmas ekan. 10 lipaza ferment bo'ladi. Ligaza ham ferment bo'ladi. HPA1 ham ferment bo'ladi. Demak 4, 6, 8, 10, 11, 12 javob D. 30-savol. Qaynoqdimchisiz qanotning rangi 2 juft komplementar genlarga bog'liq. Katta B holatda rangi qora. Qolgan barcha holatlarda qanot rangi oq bo'ladi. Digitrozigota qaynoqdimchilar chatishtirilib olingan avlodning necha foizi dominant genga ega, ammo rangi oq bo'ladi? Demak, necha foizda dominant gen bo'ladi-yu, lekin rangi oq bo'ladi. Xo'p. Yozib olamiz bo'lmasa buni. Demak, mana yozib oldik genotiplarni. Bu 30-savol. Bu yerda 28ning jadvaldan foydalandik. 30-savol. Demak, katta B kelsa qora bo'ladi, qolgan barcha holatlarda oq deyilyapti. Ya'ni katta kichik B kelsa ham, kichik katta B kelsa ham yoki hammasi ressiv kelganda ham. Digitrozigota chatishtirilgan. Shunda dominant bo'lsa ham necha foizini rangi oq bo'lib qoladi. Demak, katta B keladiganlar qora. Xo'p, ana endi dominanti bo'la turib, lekin oq bo'ladigani, demak, mana qizil rangda ifodalanganlari. Bularni sanaydigan bo'lsak, 6 ta ekan, faqat bittasida ressiv bo'lib rangi oq bo'ladi. Qolgan 6 tasida dominant bo'lsa ham rangi oq bo'ladi. Ya'ni 6 tasi bo'ladi bu. 6 tasi 37,5%. Demak, 30-savolga javobimiz V javob ekan. Demak, shu bilan 6-variant tahlilimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.